mana shu hayotingiz bilan bolangizni sindirib qo'yasiz-da. Bolalarga baxtli ona kerak. Bolalarga sog'lom ona kerak. Bolalarga boy ona kerak. Bolalaringiz uchun sog'lom bo'ling, boy bo'ling, baxtli bo'ling, постоянно xursand bo'lib yuring. Siz hech qachon sizni duxingiz o'tirib qolgan farzand onani ko'rmasin bolalar. Mana shu sizni baxtliligingizni ko'rsa, bu eng katta sovg'a bolalar uchun. Onani sog'ligi, boyligi, baxti, xursand bo'lib yurganingiz bo'ldi. Kim uchun? Bolalar uchun hajaba bo'ling sog'lom. Ularga tashvish bo'lmang bo'yniga. Ularni boqaman, qoqaman deb o'zingizga qaramasdan qiyshayib, oyog'ingiz og'rib yotib qolasizda, shu kerakmi ularga? Ularni o'qitdingiz, cho'qitdingiz-da, lekin shularga shuni qilaman deb o'zingizga qaramadingizda yotib qoldingiz. Ular katta bo'ladi-da, 20 yil sizga qaraydi. Nima uchun ularni katta qildingiz? Sizga 20 yil qarash uchunmi? Lutchi siz ularni Allohga topshirib qo'yib, Allohga topshirishni bilmaymiz biz. Lutchi ularni Allohga topshirib qo'ying-da, o'zingizni yeb, ichib, normal yuring. Biz Allohga topshirishni bilmaymiz. Mana shuni o'rganishimiz kerak. Sizni yaratgan Alloh taolo farzandingizni ham yaratgan. Sizga rizq nasibingizni berayotgan Alloh taolo farzandingizga ham beradi, nima bermaydi? Nima uchun bermaydi ayting-da. Sizdan ko'proq beradi u farzandingizga. Siz ozgina bir chuqum osh pishirib berishingiz mumkin. Alloh taolo beraman desa farzandingizga uyib to'kib beradi. Siz man qilib berishim kerak. Man qilib berishim kerak deganingiz u bu yerda Allohga ishonmaganingiz. Ya'ni o'zingizning kichkina xudoni yasab olasizda, "Sen menga ber, men beraman bunga. Bular meni bolalarim-ku. Sen menga berasan, men qizimga beraman. Sen menga berasan, men bolamga beraman" deysa. Alloh taolo ham bundoq qaraydi. Пожалуйста deydi. Sizga beradi, ozginagina narsa, lekin bolalaringizga bermaydi, rizqini bo'lib qo'yar ekansiz. O'shaning uchun siz sizga keldimi rizq nasiba, u sizniki. Sizni kosholyogingizga tushdimi pul, u sizniki. Tushunasizmi? Sizniki u. Hatto 50%ni o'zingizga ishlatish kerak. Bolangizni kosholyogiga Alloh beradi. Qizingizni kosholyogiga Alloh beradi. Beradi, niye bermaydi? Sizga beryapti-ku. Nima uchun sizni bolangizga bermaydi Alloh taolo? Hech o'ylab ko'rganmisiz shuni? Toshlarga tosh tegmas degan narsa bor, bilasizmi? Shunda bolani Allohga topshirib qo'ying. Topshira olasizmi? Topshira olmaysiz bittaysiz ham. Eng katta xatolik bizning musulmonlarda. U na o'zini, na bolasini Allohga topshiramaydi. Faqat og'izda karkar Allohga topshirish kerak, Allohga topshirish kerak. Bitta ham topshira olmaysan Allohga.